sohada nomer 1siz, to'g'rimi? Nomer 1 deganda nimani nazorat tutasiz? Bu soha bo'yicha vrachlarga dars berishmi yoki bo'lmasam shu soha ortidan bizneslar yo'lga qo'yishmi yoki kuniga 30-40 talab bemorlar qabul qilishmi? Endi siz qaysi biri bo'yicha bo'lsangiz-da, okay? Bizning sohada nomer 1 bo'lmaydi, chunki birinchidan stomatologiyani o'zini juda ko'plab yo'nalishlari bor, ikkinchidan har kuni chiqadigan yangiliklar, bilimlarni o'rganib, o'z ustida ishlab borish talab qilinadi. Men ham o'zimni shular qatorida hisoblayman. Okay, kamtarlik qilmasangiz-chi. Bilaman-ku, baribir qanaqadir ustunlik tarafingiz bor. Bekorga vrachlarga dars o'tmasangiz kerak. Xo'p, buni ustunlik demagan bo'lardim, shunchaki minus olib kelmaydigan jihatlar. 8 yildan beri bemorlarga xizmat ko'rsatamiz va hech kim bizning dorgohimizdan norozi bo'lib ketmagan. Aksincha, juda ko'pchilik insonlarning duosini olganmiz. Xullas, sohamni yaxshi ko'raman. Har bir bemorga maksimum darajada sifatli xizmat ko'rsatishga harakat qilib kelaman. Shu narsani tushunib yetdimki, bu savolni siz sohangizga berish xato ekan. Bir narsani yodingizda tuting, haqiqiy professional inson hech qachon o'zini nomer 1 man deb hisoblamaydi. Shoh va mot.